Mana, assalomu alaykum kuzatuvchilar. Sizlarga bitta santexnika spetsialistlari qilgan mutaxassislar 16 etajga donda mana qaranglar. Mana padacha turba chiqib turibdi. Endi ko'ryapsizlarmi mana? Radiator. Mana bu obratkasi mana. Endi bitta savol tug'iladi mana shu yerda. Radiatorni montajini qilgandan keyin balkonga eshik ochilganmi yo eshikni ochgandan keyin montaj qilinganmi? Qaysi birinchi bo'lgan? Mana shu savolga javob bersalaring, gap yo'q. Mana men hozir hayronman. Padacha bilan obratkani ulaydigan bo'lsam, balkonga men qanaqa chiqaman keyin mana balkonning eshigi mana ruchkasi. Mana balkonni ochadigan bo'lsam, faqat bittan toza havo kiradi bo'ldi. Yo, derazani ochib, derazadan tashqariga chiqib, ichkariga kirishimga to'g'ri keladi. Mana buni yechimi qanday bo'ladi endi mana? Yo, O'zbekiston tengdir O'zbekistonga. O'zbekiston tengdir O'zbekistonga mana. O'zbekiston tengdir. Mana bu texnologiya deydi mana, yangi texnologiya bu. Mana ko'ringlar. Mana